Assalomu alaykum. Uyg'ur davlati ham butun dunyodagi barliq vatan sevgan Uyg'ur qarindoshlar, bugun kuninglar xayrli bo'lsin. Bayatdan birisi men naq maydon qilaman deb bu YouTube'ni jiq sinab ko'rdim. Bu jarayonda bir necha qarindoshlarimiz kirib ko'rdi ham biladi endi. Buning har turli narsani tanishib bo'lmay oxiri men boshildim endi. Hozir yana o'zimga nisbatan aytgan vaqtning o'zida mau yo'riqliq darajasi yaxshi emas. Shundoq bo'lsa-mu vatandoshlar to'g'ri tushuninglar. Men buni bilan aytishib o'tirsam bir kun vaqtim ketadigan o'xshaydi. Buni tanishib bo'lguncha. Shuning men o'zimning fikrimni davom qilaveray vatandoshlarimiz. Bugun 2025-yil 7-oyning 4-kuni vatandoshlarimiz, haftaki juma kuninglar xayrli bo'lsin. Ekranda men Erkin Ro'zi sizlar biladigan, ba'zilar yaxshi ko'radigan, ba'zilar hatto qattiq yomon ko'radigan Erkin Ro'zi oldinglarda vatandoshlarimiz. Bugun meniki sizlarga so'zlaydigan qisqacha tunishtirib qo'yadigan buni leksiya mazmunida emas. Buni mazmuni to'liq yeshib o'tirib tushuntirishga meniki ba'zi vaqtning o'zida söz ham bu dokument nurg'un narsalar kamlik qildi vatandoshlar. Bugun mening sizlarga qisqa tushuntirib qo'yadigan temam asosli tema masalan Isroiliya Pokiston urushi bo'lamdi degan tema bo'ldi vatandoshlarimiz. Buni men sizlarga bir yangilik sifatida tushuntirib qo'yman. Endi undan boshqa bu temaga kirishdan avval vatandoshlarimiz men dunyoda bo'lib o'tgan ozroq ishlarni men deb o'tay. Chunki bu naq maydonni qilishlik asosli sababmi nima degan vaqtning o'zida vatandoshlarimiz shu xabaringlarda bor 6-oyning 13-kuni Hindiston Iron bilan Isroiliya o'rtasida urush bo'lgandan keyin men bir naq maydon qilgan. Bu urush boshlandi deb. Bu urushningki qanchalik vaqt davomlashganligi 1 yilmi, 2 yilmi, 1 haftami, 2 haftami buni bilmaymiz deb o'tirib men so'zimning o'zida degandim. Ammo urush boshlandi degan vatandoshlar. Degandek bu urush 12 kun bo'lib oxirlashdi. Buning bilan ko'plagan do'stlarimizdan ayrimxonda menga savollar kelib, bu urush shuning bilan to'xtab qoldimi? Bu 12 kunlik urushlar bilan kim yengan bo'ldi, kim yengilgan bo'ldi? Har ikkala tarafning so'zini anglasak, Isroiliyami men yengdim deydi. İran'ı men yengib oldim deydi. Bu nima tushib ketdi deb do'stlardan savollar kelyapti. Shuni men bir ozroq tushuncha berib qo'yay dedim buningga. Buningga qo'shilib andin Isroiliya bilan Pokistonning urushi kelgusida bo'lamdi, bo'lmamdi deganga men ozroq qo'shimcha berman. Undan boshqa bu temaga kirishdan avval dunyo vaziyatini so'zlasak vatandoshlarimiz, bugungi xabarlarni ko'ryapmiz, ham YouTube'larniki, Hindistonning medialarida bo'lsin, o'xshamagan medialarga mana shu bir ish haftadan birisi Jungo'da siyosiy o'zgarishlar bo'lindi, Xi Jinpingning hokimiyatini Hu Jintao guruhi elib oldi degandek xabarlar toqilyapti. Lekin bu yerda bir nuqta mening ozroq diqqatimni tortdi. Shu mening bilishimcha Braziliyada ochilgan BRICS'ningki, ya'ni oltin kesakli davlatlar tashkilotiga bu yerda Xi Jinping bormagan, Putin bormagan. Endi Putin afandimning boramasligi bu xalqarodan tutish buyrug'i chiqarilgan. Shuni sabab qilibdi. Endi Xi Jinpingning kelgan vaqtida har turli gaplar bor vatandoshlarimiz. Haqiqatan Xitoyning ichida siyosiy o'zgarishlar bo'lib, Xi Jinping guruhi ag'dirilib, buningga yana bir Hu Jintao guruhi, boshqa guruhlar bo'layotamdi. Bu to'g'riliq men yaxshi bir narsani bilmayman, ammo bu nuqtaga men gumon nuqtadan qarayman. Xabaringlarda bo'lgandek, shu Xi Jinping taxt chiqishdan avval shunday ishlar bo'lgan. Xi Jinping taxtga chiqmaydi, Xi Jinping anda qoldi, Xi Jinping yorlandi, Xi Jinping manda qoldi. Deb o'tirib, shu vaqtda men bir suhbat qilib, bu Xi Jinpingniki Uyg'urni o'ltirishdan iborat bu strategiyasida oxirlashmagan bir siyosat va Xi Jinping yana taxtga chiqadi deb shunday degan to'q. Bu qatimmi shu Xitoyda bir qurultoylari Xi Jinping saylaydigan yig'inlar bo'lgan, bu mezgilda yana shunday narsalar oynadi. Bu to'g'riliq kelgan vaqtida Xi Jinping anda qoldi, Xi Jinping manda qoldi degan gaplarni men deb o'ltirmayman, chunki mening qo'limda yetarli bir isbot materiallar yo'q. Ham bu to'g'riliq jiq narsalarni o'rganmadim. Qiziqchi do'stlarga tavsiya qilganim, shu hurmatli ustozimiz Sidiq Ro'zining leksiyasini oldimizda ishda bo'lib g'ilpal degdek oldin ashaga kirib ashlardan Sidiq Ro'zi ustozimizning leksiyasidan o'zinglarga tegishli ozuqliq manbalarni, xabarlarni olsanglar bo'ladi vatandoshlarimiz. Mening nazarimda Kompartiya hokimiyati almashmagan taqdirning o'zida bizga nisbatan aytgan vaqtimizda, ya'ni biz mustaqillik erishmaguncha mening nazarimning o'zida Xi chiqib, Xi tushib, Xu chiqsin,
xu chiqib, jing chiqsin, ping chiqsin, qaysi chiqsin, bizcha aytgan vaqtimizda bir ayni siyosat, ya'ni men ekran yana qarag'ilib, ayni siyosat, ayni ishning yuz berdigini bizga nisbatan aytgan vaqtda irqiy qirg'inchilikning yana davomlashadiganini, Xitoyning baribir Xitoy ekanligini biz zaten bilamiz vatandaşlarımız. Men bu nuqtada endi yana bir nuqtani olib kelsak, vatandaşlarımız, Rossiya hokimiyati rasmiy holda Talibanni bir davlat hokimiyat beshidagi hukumat degan ma'noda to'nigan bo'ldi vatandaşlarımız. Bu kelgusida O'rta Osiyo rayonlariga qanday ta'sirlarni berdi? Talibanni Rus qabul qilgandan keyin, Rus e'tirof qilgandan keyin buning orqasidan O'rta Osiyo jumhuriyatlari qanday bo'ladi? Talibanning O'rta Osiyodagi ta'sir doirasi qanday bo'ladi? Talibanning yuqumlashtiruvchi kasalliklari O'rta Osiyoga qanday ta'sirlarni ko'rsatadi? Biz bu to'g'riliq real vaziyatga asosan bir narsani so'zlaymiz. Ammo Rossiya hokimiyati, ya'ni Putin kamning Talibanni rasmiy to'niganligi bu o'tirg'i chiqdi. Dunyoda birdan-bir endi. Endi yana birisini deb kelsak, vatandaşlarımız, shu yaqindan birisi bir haftadan bo'lib qoldi. Bir haftadan birisi Ozarbayjon bilan Rossiya o'rtasida bir cho'ng bir o'zgarishlar bo'layotdi vatandaşlar. Bu medialarda Uyg'urlarning ichida tunishtirildimi o'qimayman. Ammo Rossiya bilan Ozarbayjon o'rtasida bir cho'ng bir surkishlar bo'layotdi. Ya'ni ayni vaqtida Rossiya Ukraina urushi boshlanish ehtimolligi bo'layotgan sharoitlar o'xshab ketadigan. Şu vaqtning o'zida Putin efendi bugun hamda ikkisini o'tirib surkilish kelsak, Putin kam deydiki, bu yerda Putin endi Ozarbayjonningki, ya'ni Rossiya fuqarosi bo'lgan ozarbayjonliklar, Rossiyada 2 million atrofida ozarbayjonliklar bor ekan, ishlaydigan, uning vatandoshligini olmagan bo'lib 2 milliondak ozarbayjonliklar bor ekan. Hamda shu Rossiya vatandoshi bo'lgan ikki ozarbayjonlikni bu Rossiyaningki birlari PSB'ning odamlari deydi. Mayli qanday qilib bo'lsin, Rossiyaning hukumat apparatlaridagi saqchi o'rinlari kirib, bularni tutib, urib o'ltirib qo'ygan ahvolga nisbatan Ozarbayjonmo tegishlik bu yerda inkosini qaytirib, media urushi boshlanib ketdi. Xabarlarni ko'ryapsizlar, media urushi boshlandi. Ozarbayjon buning nisbatan o'zining noroziligini bildirdi. Ham Rossiyaningki Ozarbayjonda turadigan Sputnik qatorliq televiziya kanallarining taqolligi to'g'riliq xabarlar tarqalyapti. Bu ishlar bunday surkishlar bo'layapti. Buni yana uzatib kelsak, bu masalan Ozarbayjonning bir yo'lovchi aeroplanini ruslar tushirib qisman yaralandigan ekan, Qozog'istonga tushib ketib, Qozog'iston qundaga ya bo'lmagan ekan, Qozog'istonga tushib, Qozog'istonda unda qo'ygan, bunda qo'ygan degan gaplarni har turli darsdan deyapti vatandoshlarimiz. Lekin bu nuqtadan chiqaradigan bir nuqtam qaysi degan vaqtimizda bu Ozarbayjon Rossiya surkilishini meningki yeshadigan nuqtam qaysi degan vaqtimizda, tushundiradigan nuqtam qaysi degan vaqtimizda vatandoshlar, bu ayni ikki. Bir, hozir shu Amerika hukumati Trump masalan Trump hukumati Rossiyaga beradigan asosliq yordamni Rossiyaga berilgan asosliq yordamni ko'rdinglarmi? Endi ekran qap-qar chiqib qoldi. Rossiyaga berilgan asosliq yordamni Ukrainaga berilgan asosliq yordamni qisqartirganligini bildirdi bu yerda. Ba'zi manbalar aytadi, Ukrainaga berilgan yordamniki to'liq yordamni qisqartirishga sabab yerimini Isroilga berish deyapti. Mayli qanday qilib bo'lmasin, bu yerda hozir chiqayotgan Trump hokimiyatiningki Ukraina urushiga nisbatan aytgan vaqtimizda undaq bir pozitiv shaklda, aktiv shaklda emasligini sizlar bilasizlar endi. Bilyapsizlar vatandoshlar, ko'ryapsizlar. Shu sababdan ko'ryapsizlar. Mening bilishimcha bo'lgan vaqtimizda Putin nima Rossiya Amerika hukumati, ya'ni Trump ham Ukrainaga beradigan yordamlarni umuman to'xtatib qolgan ahvol ostida Rossiya bilan Ukraina o'rtasida kelishtirgan ahvol ostida bu yerda urush to'xtagan ahvol ostida, ya'ni Amerika yordamni taltukis kesivaga vaqtimizda Zelenskiy apandi majbur bu urushdan to'xtaydigan ahvollar ko'rildi vatandoshlarimiz. Buning hozir xabarlardan qaragan chog'da Putin kamninki masalan Shimoliy Koreyadan askarlarni to'kib o'sha yerda qattiq ilgirlayotdi, unda urush bo'lyotdi, bunda urush bo'lyotdi degan nuqtalar o'tirib chiqyapti. Ammo xulosa bu yerda Amerika hukumati Ukrainaga berilgan yordamni
to'xtatgan ahvoli ostida Ukrainani hamda dunyodagi umuman siyosatchilarning hammasining degan so'z uzungacha bardoshlik berolmaydi deyapti endi. Bardoshlik beramay Rossiya Ukraina urushi to'xtasa, bu vaqtning o'zida Amerika Yevropada chiqayotgan medialar qarasanglar, Yevropa taraf biz Rossiyani Ukrainada to'xtatishimiz kerak deb o'ylayapti. Rossiya Ukrainada to'xtamasa, yana boshqa bir yerga ilgarilaydi. Masalan, Rumaniyami, Litvami, Latviyami, Ozarbayjonmi boshqa yerga ilgarilaydi. Bu uning maqsadi Sovet ittifoqini to'liq asli keltirish, bu urushni qiladi degan nuqtalar bilan bularga yordam beradi. Mening tushuncham qaysi degan vaqtimizda mayli qanday qilib bo'lmasin 4 yilga so'zilgan Rossiya Ukraina urushi oxirlashsa, Putin kamning ikkinchilab ilgarilaydigan nuqtasi Ozarbayjon deb o'ylayman vatandoshlarimiz. ilgirlaydigan nuqtasini men Ozarbayjon deb o'ylayman. Ko'rdinglarmi? Meniki hozir buni shundoq chataq qotdi. Hozir men ekranni ko'rsanglar, qop-qor chiqib oldi endi. Tavba qiziqarliq. Shundoq chataq bir narsani so'zlab, mangiyversanglar, bir narsani qilsanglar, shundoq odamni ahmoq qildi bu. Bu yerdan birisi hammasini chuglab turib oldi. Endi bu yerda yaxshi chiqyapti endi. Bu qanday ish qildim? Oyat qilsam normal chiqdi, ammo bu yerga qilsam yaxshi chiqyapti. Davomini shunday qilay vatandoshlarimiz, uyning u yerlarga chuglab yurib, kompyuterni ko'tarib oxiri bu yerda meniki ozroq chiroyimni ko'rdinglar desanglar bo'ldi vatandoshlar. Endi xulosa gap qanday degan vaqtimizda Putin kam urushni mening tushuncham bo'yicha vaqtimizda Ozarbayjonga so'raydi vatandoshlarimiz. Ozarbayjonga so'raydi. Chunki Ozarbayjon bu Rossiyaniki xaritasi qarsanglar, Rossiya Ukraina urushi bo'lishdiki asosliq sabab uni NATO undaq degan bo'lishdan avval Rossiya shu Qor dengizga va dengizga chiqish jihatlarda bir cheklanib qolgan davlat o'zining gazlarini, neftlarini Qor dengizga, Oq dengizga chiqishda cheklanib qolgan. Ya'ni ishga quruliq davlatga aylanib qolgan. Ustidagi shimol tarafdan qarasang u yerda bir qatnash transport ishlari qolay emas. Undaq bo'lgandan keyin bu yerda Putinninki hozir Rossiya Ukraina bilan qilayotgan urushning asosligi buni dengizga chiqish. Hamda Ozarbayjon bu yerda Rossiya bilan ham chegirdosh, ham buniki Qor dengiz, Kaspiy dengiz bilan chegarasi bor. Undaq bo'lgandan keyin Ozarbayjon muhim o'tkal. Mening tushuncham bo'yicha bo'lgan vaqtimizda Putin kamning ikkinchilab qo'lga soldigan yeri Rossiya Ukraina urushi oxirlashgan vaqtimizda qo'l soldigan yerini men Ozarbayjon deb turib o'ylayman vatandoshlarimiz. Chunki Ozarbayjon shu Xitoy, Turkiya, O'rta Osiyo davlatlari, Eron qatorliqlarni o'z ichiga olgan shu Zangezur yo'liniki o'tirsida bu ichida Rossiya zaten bu Xitoyning Ipak yo'lidan asosli manfaat olmoqlik, undaq bo'lgandan keyin balkim bu ishlarga kelgan vaqtimizda Rossiya qolgan davlatlarga gapini o'tkazolmagan vaqtda Ozarbayjonga gap o'tkazish uchun, gap anglatish uchun xuddi Zelenskiy gap anglataman degandek Ozarbayjon bilan urush echish ehtimolligini men cho'ng deb turib o'ylayman vatandoshlarimiz. Shundaq bo'lgani bir hisobdan yaxshi vatandoshlarimiz. Qanday degan vaqtimizda bu urush doirasi bir nisbatan kengaydi bundaq bo'lgan vaqtimizda. Chunki masalan Rossiya bilan Ozarbayjon o'rtasida urush bo'lsa, bo'lgan chog'da tabiiyki bu yerda 100% Turkiya bor degan gap. Turkiya 100% Ozarbayjonni qo'llaydi degan gap. Bu vaqtning o'zida Hindiston bu vaqtning o'zida Rossiyani qo'llaydi degan gap vatandoshlarimiz. Hozirgi vaqtning o'zida masalan buni alomatlaridan urush chiqishning alomatlaridan desak Ozarbayjonmi rus tilini cheklaganligini o'tirib qo'yapti. Armeniyami rus tilini cheklaganlik to'g'ri xabarlar chiqyapti. Bu rus tiliniki davlatdagi operatorlik o'rinlarini cheklaganlik xabarlari chiqyapti. Demak bu Putinga nisbatan oshkor holatda bir qarshilik chiqyapti. Ammo shundaq Rossiya Ozarbayjon o'rtasida urush bo'lgan chog'da hozirgi vaqtning o'zida Eron kimning maydonida turdi degan vaqtning o'zida Rossiyaning maydonida turdi. Turkiya Ozarbayjonning maydonida turdi. Bu yoqdan Pokiston Ozarbayjonning maydonida turdi. Hindiston Rossiyaning maydonida turdi. Tabiiyki Xitoy buni turdigan yeri bu Rossiyaning maydonida turdi.
Bundaq bo'lgan chog'da urushning doirasi, ya'ni ma'lum mazgilgacha bir doiragacha kengaydi degan gap vatandoshlarimiz. Ya'ni Kavkaziyagacha kengaydi degan gap. Menimcha bo'lgan vaqtimizda Putin bu urushda nima deymiz? Bu Rossiya Ukraina urushi bo'lsin, buni to'xtab qolmaydi urushning doirasini, mencha doirasini yana boshqa yerlarga kengaytirib deb o'ylayman. Buni birinchi ehtimolligini Rossiya Ukraina urushi oxirlashgan vaqtida Ozarbayjon urushininki, Rossiya Ozarbayjon urushining chiqishining ehtimolligini men cho'ng deb turib o'ylayman. Chunki u Muşu Yipak yo'ldan hech qanday Rossiya naf olmadi. Hammasi Ozarbayjondan o'tdi. Ozarbayjon ilgirki gazlarini shu hozir Yevropa davlatlariga sotyapti. O'rta Osiyoninki gazlarini bir turkumni Rossiyaga sotgan bo'lsa, Gazpromga sotgan gaz hozir Yevropaga ochqidigan yo'l bo'lmagandan keyin udulliq Xitoyga sotyapti. O'rta Osiyoning gazlarini shu Kaspiy dengizi orqali Qor dengiziga tushirib, bu yoqdan Yevropaga tushiradigan yo'llarni olib beryapti. Bu yerda Ilhom Aliyev cho'ng bir ilgirlashni qilyapti. Buning seçtiği vaqtimizda Putinkamdan hech qanday bir masalada ruxsat olg'ini yo'q. Putinkamning nazarida yana burunqi Sovet ittifoqidagi kalla bo'yicha o'ylaydi. Bu rayonning hukmronligi menda deb o'ylaydi. Undaq bo'lgan vaqtimizda Rossiya bilan Ozarbayjon o'tirisida urushning chiqish ehtimolligi bir qatorda takqa bir taktika ovozlar o'xshash chiqdi vatandoshlarimiz. Mushundaq bo'lgan yaxshi. Nimishqa degan vaqtimizda vatandoshlar, Ukraina bu urushda jiq holsirdi. Bichara Zelenskiyni shu hozir qadar japotat urush qilayotgan bo'lsa, butun mushu musulmon davlatlar hammasi Zelenskiyni qog'aydi. Ko'dingmi g'arbning kayni kirib o'zining davlatini andaq qilyapti, mandaq qilyapti. U erqchiti, bu erqchiti andaqdi, mandaqdi Putin adibini beryapti degan vaqtda deyapti. Endi Rossiya bilan Ozarbayjon urush chiqqan vaqtimizda endi nima deydiki, buni savollarni qo'yib qo'yamiz. Bu vaqtimizda Ozarbayjonning prezidenti Aliyevni tillandi bular chiqib. Endi nima deydi endi? Bularning har turli maskasi va adolat degan narsa yo'q bizniki. Bu islom dunyosi degan dunyodan biz bildiganlarimiz. Am bu tema shundaq vatandoshlarimiz. Endi urushningki asli nimasi kelsak, temamga kelsam vatandoshlar mana ishlardan rang qarg'ilib, qar bo'lib qolib, biroz men fikrim chechilib ketdi. Shundaq bo'lsa-mu, bu qatimqi so'zimni to'g'ri tushunishingni umid qilaman vatandoshlar. Bu qatimqi Iran Isroiliya urushi vatandoshlar 12 kun davomlashdi. 12 kun davomlashish jarayonining o'zida sizlar medialarga qarsanglar, sizlar haqiqatan degandek media qarsanglar, sizlar haqiqatan degandek her iş keltirib men g'alaba qildim degan nuqta chiqdi. Shundaq tantanlarni berdi. Bu yerda yildizni aytgan vaqtingizda kim g'alaba qildi degan masala kelgan vaqtingizda hozirgi vaqtingizda hech qanday taraf g'alaba qilgan bir taraf yo'q. Qanday qilib bo'lmasin, Iran o'zining bergan qurol, Xitoy bergan yoki Pokiston bergan qurol yaraqlar bilan Isroiliyaga bomba tushirgan bo'ldi. Bu nurg'un Isroiliya o'shmanlariga nisbatan aytgan vaqtimizda cho'ng bir lo'xim bo'ldi. Buningga nisbatan ba'zi kishilar mana Iron uroladi-ku, mana Iron g'alaba qildi-ku deb turib qoldi. Mening tushunchimcha undaq emas vatandoshlarimiz. Aksicha bu Iranning otgan bombasi Isroiliyaga tushishi bu moyatda Netanyahu hokimiyatining qilayotgan urushning to'g'ri ekanligini isbotlab berdi. Ya'ni Netanyahu hokimiyati nima deganda, bu Yajuj Majujilar bu bizga shundaq biz hozir boshqa qalqonlarimiz ayrindom orqali buni qo'g'dab turyapmiz. Undaq bomba vaqtida bular otidi, bular o'ltirdi, hammani bombalaydi, bizni yer sharidan yo'qib etmoqchi deb o'tirib, buni takrar shu urushni olib borayotgan bo'lsa, ichida yana bir sarang insonlar bor ularning. Sarang insonlari Netanyahuga urushni to'xtat deb o'tirib, hozir qadar namoyish qilib Netanyahuning beshini og'irtayotganlar. Endi bu beshiga urush tushgandan keyin qanday bo'ldi degan vaqtda Isroiliyadagi o insonlar endi ko'rdi buni. Hokimiyatimizdan qilayotgan ishi to'g'ri ekan. Haqiqatan bu dushmanlarimiz biz bombani otib ekanmiz Ironga, bizning armiyamiz Ironningki harbiy amaldorlarini, hukumat amaldorlarini, askar o'rinlarni bombalayotdi. Ironning yasagan aqlsiz bombalar bizning doktorxonamizga shaharning hamma yeriga tushyotdi. Demak, bu yerda Netanyahu hokimiyatining qilgani to'g'ri ekan degan nuqtada o'zining xalqini qoyil qilishga bu payliq deb turibdi. Ikkinchi bu nuqtadan qaysi degan vaqtimizda bombaning tushishi, ikkinchidan qaysi degan vaqtimizda Amerika hukumati darhol harakat qildi, ko'rdinglar. B2 tiplik halol vitamin to'shiydigan kurashchi aeroplanini Ironga kirib 3 yana urib etdi. Ya'ni yadro qurollar bazasini urdi Amerika.
Buni nima deymiz degan vaqtimizda bu yana aytgan chaqda Isroiliyaninki g'alaba so'pi hisoblandi. Amerika hukumati 36 soatlik uzun aeroplan yo'lini besib o'tib, Ironning 3 yadro bazasini urib o'tdi. Hamda bunga nisbatan dunyo yana qanday gap topdi degan vaqtimizda, yo'q buni to'liq uramadi. Trump ham buni to'liq urdik dedi. Birlarida de to'liq uranmadi, birlarida de 2 yil kechikdi deb Pentagonning bergan javobida to'liq emas, emas, emas deganlarning hammasi nima degan vaqtimizda vatandoshlar, bu nima degan vaqtimizda yana Trumpga ishing tugimidi. 3 yan urib qo'yishlar ya 2 yilligini kechiktirding, ya 5 yilligini kechiktirding. Bular yana davomlashtirdi Xitoy bilan, Pokiston bilan yoki Shimoliy Koreya bilan davomlashtirdi. Unudan ilg'or qurollarni kelishtirdi. Shuning uchun uni davomli qurdigini. Endi bu yerda Isroiliya xalqi Netanyahu tarafiga texmi quyuqlashgan bo'ldi dedik. Bir, ikkinchidan Trump ham bu yerda vitamin B2 to'shiydigan aeroplanni kelib Iranning 3 yadro bazasini urib o'tgan bo'ldi dedik. Bu ikki dedik Isroiliyaning g'alabasini 3 degan vaqtimizda qaysi desanglar Trump ham urush boshlashdan avval buni parlamentdan so'ramagan. Hozir xabarda parlamentdan so'ramagan. Endi bu qatim parlamentning tasdiqidan Trump hamning mayli Iran bo'lsin, mushundaq terror davlatlarning bo'libmi Iranni urushiga parlamentdan yo'l qo'ygan. Parlamentdan tasdiq chiqqan. Demak, bu yerda nima bo'ldi degan vaqtimizda yanala Iranning bu Iran Isroiliya urushi Isroiliyaning foydasiga bundaq bir yakunlanib deb qo'yamiz. Yana birisi qaysi degan vaqtimizda Isroiliya o'zining davlatini, ya'ni Isroiliyadan, Suriyadan o'tib Ironga kelish jarayonida hech qanday bir havodan daxl tarozga uchirmadi. Uchirmay bombalarni Iranninki harbiy gazarmalarini hamma yerlarni urganligini ko'rdinglar. Bu yerdan nimalik chiqadi degan vaqtimizda Iron bugungi kunimizda to'liq holatda havodagi mudofaa sistemasini, havodagi mudofaani, ya'ni davlatining mudofaa liniyasini to'liq yo'qotib qo'ydi Iron. Aşı Xomayni hokimiyati yolg'onchilari xalq bilan birga ko'chada chiqib, biz g'alaba qildik deb tans o'ynayotgan vaqtimizda Isroiliyaning kurashchi aeroplanlari ash to'pida botdi. Havo tavalligida botdi. Bir davlat o'zining havo tavalligini qo'g'diyolmasa, u g'alaba qildim degan gapning o'zi yolg'on bu ishda. Ya'ni ular o'zining xalqini aldayapti. Vatandoshlarimiz. Bu ish 12 kunlik urush mushunda oxirlashgan bo'ldi. Trump hamninki mening bilishimcha tutgan siyosati qaysi degan vaqtda Iran hokimiyatini urushni jihlatmay o'ltirib, mushu muzokaraga keltirish, tinchlik kelishimga imzo atqizish. Agar bo'lmagan vaqtda ko'rsizlar, bu B2 tiplik vitamin, ya'ni halol vitamin to'shiydigan aeroplan Ironga yana qaytadan uchdi. Vaqt kelib qolsa Xotilarning ziminiga bordi bu. Urdi o'da. Bu yerda Amerika Trump hokimiyati bu urushni biz uzatmaydi. Begunoh insonlar, jiq insonlar o'lmasin deb bu yerda Ironniki bu Iron rejim Iron mollariga bu yerda o'zining bir chiroyli qo'lini sunyotdi. Naq aksicha bo'lgan chaqda Ironliklar hozir qanday qilyotdi degan vaqtimizda Ironning bombalari xalqini aldashdan boshqa hamda biz bu urushda g'alaba qildik. Bu urushnimizda yonmaymiz deb o'tirib, o'ddol ish nega bor degan vaqtda urush tugagan Putinning kamni qishig'i bordi. Putin kamni qishig'i adam avatdi. Avatib sen Turkiyaga S-400 havo mudofaa sistemasini berding, bizga nima deb bermaysan dedi. Putin buningga mening Rossiya Ukraina urushida bundaq datlarim bor, buni beramayman degan nuqtalar bilan chiroyli rad qilgan xabarlarni ko'ryapmiz. Ammo bu yerda ayni usul bo'yicha Iron Xitoydan yordam so'radi. Sen nima ish qanday bo'lgan bo'lsa, bizning mandaq to'xtamlarimiz bor, neftlarimizning hammalarini biz sana Xitoy sana yo'llayapmiz. Bizga nima ish havo mudofaa sistemasi, ilg'or kurashchi aeroplanlarini nima ish qilib bermaysan deb turib bular degan vaqtda Xitoymi bir mezgil jim turib oldi vatandoshlar. Urush bo'layotgan vaqtning o'zidagi talash tortish bu. Eng oxirida Ironning yodinglarda bor xabarda chiqqan chaqda bu yerda Hormuz bo'g'zini taqib etamiz deganlikning o'zi neft oqadigan o'tir sharq rayonidagi Xitoyning ya'ni o'tir sharqdan olgan 70% neftni oqadigan yo'li Ironning Hormuz bo'g'zi Ironning kontrolida.
İranning bu Hormuz bo'g'zini taqib etmaymiz deganlikning o'zi dunyodagi boshqa hech qanday davlatga emas, Xitoyga tahdid solganligi, Xitoyga, ma yodinglarda bo'lsin vatandoshlar. Xitoyga sen bizga yordam bermasang, ilg'or urush qurollarini, texnikalarini bermasang, biz qanday bo'lsa Hormuz bo'g'zini taqib etamiz degan bu yerda bu urushga bog'lab buni o'tirib qo'ygan keyin Xitoy cho'chidi. Shu hamon Xitoy qanday inkos qaytdi degan chaqda İsrail'e bu bizning qizil sizig'imiz shu yerda. Xitoyning qizil sizig'i tuyuqsiz shu yerda bo'lib qoldi. Bu Iran mollarimi shayton bo'lar. Bu Hormuz bo'g'oz taqilib ketsa, kimga ziyon bo'ldi? Amerikaga hech qanday ziyon, neftning bahosi o'rlaydi. Amerika yaxshi dollar topadi. Bizning Norvegiya yaxshi dollar topadi, neftning bahosi o'rlaydi. Rossiya yaxshi dollar topadi, pul topadi. Shu kimga ziyon bo'ldi? Bu yerda O'rta Sharq rayonidan neft kirdigan Xitoyga ziyon bo'ldi. Shu sababdan İran darrov Xitoy hukumati darrov oldi, endi bugun mana necha kundan bir xabarlarning o'zida İran cho'g'ib İsrailga cho'g'ayotgan havo mudofaa sistemalarini, radar sistemalarini hammasini hozir Xitoy qo'rashtirishga kirishgan İranda. Ham İran o'ziniki eng ilg'or tiplik nima? Xitoy o'zining ilg'or tiplik J-10C degan shu Hindiston bilan Pokiston urushida Hindistonning Fransiyadan olgan kurashchi aeroplanlarni etib tushirilish iqtidoriga ega bo'lgan ilg'or tiplik Pokistonga bergan, ya'ni kurashchi aeroplanlarni hozir Ironga akirib berganlik to'g'risida xabarlar chiqyapti. Demak, bu nuqtadan vatandoshlarimiz urush oxirlashibdimi? Urush oxirlashgani yo'q vatandoshlarimiz. Bu Isroiliya bilan Iron o'rtasidagi urush veya ki Hindiston bilan Pokiston o'rtasidagi urush vatandoshlarimiz. Bir boksirchining ya ikki boksirchiniki bir maydon, ikki maydon yengilish uchun bir maydon, ikki maydon, necha maydonlik urush bir mushlash tushdi-ku. Shuning o'xshash bu birinchi maydon oxirlashdi. Tek buning ikkinchi maydonda urush yengilamdi, qaysi yengildi bilmaymiz. 3-chidimi, 4-chidimi, 5-chidimi? Kimning yengib, kimning yengildiganligini biz hozir bilmaymiz. Urush oxirlashmadi. Shuning uchun bu birinchi ssenariysi, birinchi maydoni bu boksir maydondagi bu ikki mushlashchining birinchi maydonlik urushi bu 12 kunliklar oxirlashgan bo'lsa, ikkinchi maydonlik urushiga hozir tayyorlik qilyapti mening tushuncham. Buni qanday tayyorlik qilyapti degan vaqtning o'zida masalan tayyorlik qilayotgan chaqda Xitoy bu yerda ilg'or tiplik masalan J-10C tiplarni belgeli xabarlarni anglayapmiz. Ba'zilari berishga jur'at qilolmaydi. Ko'pincha chiqqan xabarlarda aeroplanlarni beryapti shunday. Undaqkan 100% bu yerda Xitoyning bu yerda ishga g'olti davlati bo'ldi. Davlati bor, buni bilasizlar. Biri Iron, biri Pokiston. Bu yerda Pokiston 100% İran'a o'zining yadro o'q beshi to'shiydigan atom qurollarini yasaydigan narsalarning hammasini Pokiston berdi. Mening tushuncham Ironga yasash, ilgirlashtirish, tiz yasash, boshqa yadro qurollarini yasash masalasida Pokiston yordam. Xitoy o'tirib chiqib bevosita buni qo'l tutib qilolmaydi. Sabab nima degan vaqtimizda Amerika g'arb dunyosining jazosidan qo'rqdi. Shunga Xitoy bu yerda o'zining bir qorquli Pokistonga o'ziniki hamma narsani berib yetishtirib chiqqan. Shu hozir J-10C deganni bu yerda Pokiston bilan Xitoy o'rtaq yasaganlar bor. Buni o'rtaq holatda mush narsalarni Ironga Xitoy Pokistonning qo'li orqali berdi degan gap vatandoshlarimiz. Undaq bo'lgankan bu nuqtadan men bu nuqtada qanday bo'ldi degan ikkinchi maydonlik urushda ya'ni Xitoyning quroli Pokistonning qo'li orqali Ironga tushgan bo'lsa, bu urush nega so'zildi ekanda bo'lgan bo'lsa, demak bu urush Isroil bilan Pokiston o'rtasidagi urushga so'zildi degan gap vatandoshlarimiz. Pokiston bilan Isroil o'rtasidagi urushga so'zildi degan. Shuning uchun men bu yerda hozirgi temam qaytib keldim. Pokiston bilan Isroil o'rtasidagi urush bo'lamdi degan nuqtaga kelgan chaqda men kelgusida 100% Pokiston bilan Isroil o'rtasida urush bo'ladi deb o'ylayman vatandoshlar. Ham bu yerda buningga masalan Pokiston bilan Isroil urushi bo'lgandan keyin buning eng jiq yordamda bo'lgan davlat qaysi? Hindiston. Endi Isroil Hindistonning yordamsiz bu urushni olib berish tas orliq shiroq.
Ama İsrail için aytgan vaqtingizda, masalan, hozir Suriya hozir butunlay o'tirib İsrailya tarafda bo'ldi. Ya'ni Suriya havo tavalligida, Iranning havo tavalligida İsrailyaning urush aeroplari uchib yurdi hozir. Uchib yurdi. Nuqtani xalqa, ya'ni xalqa vaqtida urib yetadigan gap. İsrailyaning qo'lida hatto yadro qurollarim bor. Irondagi bir davlatni gommi tashlab to'zitib bitsa, bir shaharlarni bir to'zitib o'tganda qurollarim bor. İsrailya anda qilmaydi aning. İsrailyaning plani uni begunoh insonlarni Eronda o'ltirib etish emas. Hokimiyat apparatlarida atom qurollarini yasaydigan Eron muhofizat qismlari mushniki ali qo'mondonlarining hammasini shu Hamasninki, Hutilarning, Libnon, Hezbollahnikini qanday o'ltirgan bo'lsa, jang ashunda o'ltirish shakllar bilan urushni hozir faqat saqlayapti endi. Eron qachon buning harakat qildi? Qachon bizga yana shundaq Pokiston bergan, Xitoy orqali shundaq bergan qurollarni qachon otib deb saqlab turyapti? Mening bilishimcha bu yerda İsrailyaninki bu qatim xalqaro jamiyatning ko'di Eronninki bombalari İsrailyadan cho'ng buzg'unchilikni aytadi. Biz bu yerdan bu İsrailyaning qanday foydasi chiqqanligini biz deb berdik. Endi mening bilishimcha bo'lgan vaqtning o'zida mening bilishimcha bo'lgan chaqda Amerika hukumati mushu uzun musofa boradigan B2 tiplik ilg'or tiplik bombardimonchi aeroplanni mening bilishimcha Isroilga kelgusida berib o'tadi deb o'ylayman vatandoshlar. Bundaq bo'lgan vaqtning o'zida Isroilya ash havoning egiz yerdan kelib B2 tiplik bu vitamin bombardimonchi aeroplanini Eronga kelib kecha gom qo'yaverdi. İran mı kelgusida o'ziniki Pokiston orqali Xitoy bergan yasab chiqqan qurollar bilan Isroilga etishi mumkin. Isroilga qurollarni etishi mumkin. U yerda yana binolar, masalan, shunday bomba tushib, insonlar az bir qism insonlar o'lishi mumkin. Lekin bu yerda yodinglarda bo'lsin vatandoshlar. Men reallikni deyapman. İran xalqininki hech qanday bir bomba tushsa mudofaaga tushadigan o'rinlari yo'q. Faqat Xudo qo'yib qo'ydi o'zining jinni. Ammo Isroilda u yerda tushsa binosi tushidi. Hamma binoda, maktablarda, uylarning hammalarida yer ostiga kirib oladigan ularning qaznaqlari bor. Shuning uchun bu yerda Isroilni Iron undaq cho'ng bir chiqimga uchirtolmaydi vatandoshlarimiz. Muhim bo'lgani, bu yerda bugun mening deydiganim ikkinchi qatimliq va yoki uchinchi qatimliq Iron Isroilga urushida bu yerda Pokiston bilan Xitoyning qurollari bo'libmi, Pokiston otliq bu qurol Eronning qo'li orqali Isroilga etilishga boshlaydi. Buning bilan urush Erondan o'tib bu yoqqa Pokistonga yetib keladi deb turib o'ylayman vatandoshlarimiz. Hozir dunyoda endi Pokistonni o'zini deb kelsak, biz deb bo'lgan u to'rt parchalanib ketish ehtimolligi eng cho'ng bo'lgan davlatdan. İqtisodiy asosan to'liq darajada cho'kkan. Buni Xitoy, IMF qatorliq o'rlar yordam bilan turyapti. Endi bu parchalanib u yerda terroristlar bilan to'shab ketgan o'zinglar bilasizlar. Endi qanday bo'ldi degan vaqtda tuyuqsiz parchalanib ketgan vaqtda bu xalqaro jamiyatning ansirlayotgani, qo'shni davlatlarning ansirlayotgani, Hindistonning ansirlayotgani, Isroilning ansirlayotgani bu qurollar terror guruhlarining qo'liga tushib ketgan vaqtimizda bizning beshimizga xalqon davlatning beshiga tushidi deb o'ylaydi. Shuning uchun mayli Isroiliya bo'lsin, mayli Hindiston bo'lsin, mayli g'arb dunyosi bo'lsin, baribir kelgusida bu Pokistondagi yadro qurollar masalasini to'liq bir taraf qilib deb o'ylayman. Ya shundaq Isroilyaninki aeroplanlar ustidan urush shakli bilan bu yerda shundaq bularni tartibsiz tozlaydi deb o'ylayman vatandoshlar. Pokiston baribir bomba yeydi vatandoshlar. Hozir dunyoda qarasanglar Amerika bilan Xitoy Janubiy Tinch okean va boshqa tutishdan burun har ikki cho'ng davlat, masalan, Rossiyami, Amerikami, Xitoymi ikki cho'ng davlat ikki kuchni yetishtirishga taltukis kirishdi deb turib o'ylayman. Amerika Isroil bilan Hindistonni qurollantirdi, yetishtirdi, ham unga yordam berdi. Masalan, Hindiston bilan hozir tunugun kunning o'zida 10 yillik davlat bexatarlik ikki davlat o'rtasidagi bexatarlik shartnomasini imzoladi. Demak, bu yerda Hindistonmi ayni vaqtimizda Amerikaning gapiga cho'ng kirmay qo'ygandi. Bu yerda BRICSda u yerda yurgan. Pokiston terroristlari Hindistonga hujum qilib kirib, Hindistonmi u yerda
Pokiston bilan urush qilgan chaqda Hindistonmi Pokistonniki Xitoy yasagan bombalarni yeb ko'rdi. Hindistonliklar ozroq cho'chidi bu urushdan. Pokiston bilan urush qilish mayat etgan vaqtingizda bu Hollywoodning kinosiga o'xshamaydi ekan, biz boshqa tayyorlik qilsak bo'ldi ekan deb o'tirib, Hindistonmi Amerikaning qishig'a savdo to'xtami bilan ham 10 yillik ikki davlat o'rtasida bexatarlik kelishimga to'nagan imzoni aytibdi. Qanday ekan bu yerda Amerika Hindistonga nisbatan o'zining ilg'or qurollarini, texnikalarini hammasini beraverdi. Demakchi bo'lganim bu yerda Amerika ichki kuchni qat'iy yo'lab chiqdi. Bir İsrailiyani qurollantirdi, texnikalarni berdi, yo'laydi. Ikki Hindistonni qurollantirdi, yo'laydi. Bu yoqdan Xitoy ikki g'olchi davlatni yo'laydi. Biri Pokistonni yo'laydi, ikkinchisi Ironni yo'laydi. Pokistonni desammi, demasam uning g'olchiligini menimcha Uyg'urlarcha mushunchalik bir aqli bor odam buni bilib deb o'ylayman. Endi Ironni boy deganimizdek bularning so'z to'xtami qayerdan qayerga bilimiz endi urush uzun so'zliga hozirgi vaqtda qarag'an chaqdimizda Iron mollalarimi o taxtdan oldirab bir tushadiganday qilmaydi. Ham tushkisi yo'qdek qildi. Urushdigandek qildi endi. Shundoq bo'lganken bu yerda Xitoy o'zining ikki g'olchi davlati Pokiston bilan Ironni Isroilga qarshi kuchga tutdi. Isroilga qarshi qurollantirdi. Uning ichida bu islom otliq Yajuj Majujlar bor endi. Endi bu yerdan Amerika Hindiston bilan Isroilni kuchli darajada qurollantirdi. Shuning bilan Xitoy bilan Amerika Janubiy Tinch okeanda kelgusida bo'lgan urushga qatnashishdan burun mening bilishimcha bu ikki kuch o'rtasida birinchi maydonlik urush oxirlashgan, Hindiston bilan ikkinchi maydonni ko'rishimiz mumkin. Isroiliya bilan Iron o'rtasida birinchi maydonlik boks musobaqasi oxirlashgan bo'lsa, ikkinchisini, uchinchisini kelgusida ko'rishimiz mumkin. Hindiston bilan Pokiston o'rtasida ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun bu urush tex oxirlashmaydi vatandosh. Uningga qo'shilib, endi dunyoda bo'ldigan ish qaysi desa, baydimiz deganimizda Rossiya Ukraina urushi oxirlashib qolgan vaqtimizda Putinkamning mening tushuncham ikkinchilab ilgarilaydigan nuqtasi Ozarbayjon vatandoshlarimiz. Chunki Putinkam Yevropadagi bu Ukrainaga kirib qo'yib dadixonaga to'yib ketdi bu yerda. Yevropa davlatlari yordam beraverib, uningga Putinkamni zeriktirib etdi. Hamda navoda masalan Ozarbayjonga kirgan vaqtimizda Ozarbayjonni o qo'llaydigan Yevropa davlatlaridek bir davlat yo'q. Uni qo'llashi shu Turkiya qo'llaydi ekan. U yoqdan Pokiston ancha-muncha narsani qo'llab boqadi, shu Turkiya qo'llaydi. Turkiyaning qanchalik narsani qo'llab boqadek nimasi bor endi? Shu nim bo'ladi degan chaqda ujning beshi ursang mingus shu ujning mingus ursang to'g'i shu quraydi degandek Ozarbayjonni qattiq qursa Turkiyaning to'g'i shu quraydi shu. Turkiya bu ishga o'tirib o'zining qolgan narsalarining hammasini tashlab qo'ydi. Bularning Suriyadagi ishlari batiga hisoblashmagan Turkiya bilan Suriyada mag'lub bo'ldi Rus, mag'lub bo'lgandan keyin bu yerda uning hisoblashadigan nuqtalari boshqa yerda chiqishi mumkin. Endi ikkinchidan bu yerda Turkiyaning shu Hindiston Pokiston urushiga kelgan chaqdamizda 400 dona dronni qatnashtirib Hindiston qarshi Pokiston Xitoy tarafidan urushga kirdi. Buningmi xalqaro nuqtadan aytgan vaqtimizda Hindistonning ma'lum bir nuqtadan chuglab kelib Turkiya bilan hisoblashadigan bir nuqta chiqadi. Bu nuqta qayerda kesishdi degan vaqtda mencha Rossiya bilan kelgusida bo'lgan Ozarbayjon o'rtasida urushda bu yerda kesishdi deb o'ylayman. Endi mushakirga vaqtimizda bir-birini gom urib o'ynaydi endi. Davlat bundaq cho'ng masala kelgan vaqtimizda her narsani saqlab qo'ydi, fursat kelgan chaqdamizda o'chini oladi. Hindiston Turkiyaningki shu Kashmir urushiga kirib Pokiston bilan bir tarafda tug'undan qattiq norozi vatandoshlarimiz endi. Shunday ishlar vatandoshlar. Endi dunyo vaziyatini deb kelsak, ishlar shunday davomlashdigandek ko'rindi. Menimcha Rossiya Ozarbayjonning masalasini kesib bir narsa deyish biroz tas, ammo ehtimollikni men hech bir zaman tuvan deb turib o'ylamayman. Ammo Isroiliya bilan Iron o'tirsidagi, Iron mo'llari mavjud bo'lib turgan ahvol ostida. Endi siz bilmaymiz hozir. Irondan uzoq qolmay namoyishlar chiqdi, ichidan namoyishlar chiqdi. Navadamda namoyishlar chiqib, Ironningki
İran'ınki zaten biz urush qilishdan voz kechdik degan ahvollarni hisob olmagan ahvol ostida deyapman. Ammo amalga oshmagan ahvol ostida İran bilan İsroil o'tirishdagi urushning birinchi maydoni, ikkinchi maydoni bu oldimizda. Xitoy Pokistonni davomli qo'llayvergan, hatto yadro quroli bo'yicha Eronga yordam bergan ahvolda, atom qurollarini yasashga yordam bergan ahvol ostida yodinglarda bo'lsin vatandoshlar, Xitoy bevosita holatda Eronning yadro qurollarini to'liq yasash ishlariga xalqaro jamiyatdan qo'rqitib kirmaydi. Buni Pokiston orqali yordam berdi. Shuning uchun men yodinglarda bo'lsin, kelgusida İsrailiya bilan Pokiston urushini 100% bo'ludi degan yerim shu. Ham mushqatimliq Iron Isroiliya urushini Pokiston uchiq maydoni bildirdi. Biz urushga kiramiz dedi. Vaqt kelib qolsa Amerikaga yetgandek bombamiz bor dedi. Isroiliyaga bombani otamiz dedi. Bu nihoyat aniq keskin ifodasini bildirib keldi bu yerda. Buni badalni kelgusida Pokiston İsrailiyaning bombasini yeyish orqali o'taydi degan nuqtada men. Bu nuqtani men tushuntirib qo'yay deb o'yladim vatandoshlarimiz. Endi mening bilishimcha bo'lgan vaqtimizda İsrailiya kelgusidagi O'rta Sharq rayonimizda kelgusidagi Angliya, burunqi Angliya imperiyasiningki, ya'ni Quyosh botmas Angliya imperiyasi deganning shuning rolini oladi deb o'ylayman. Bir qism musulmon davlatlari hozirgidek, masalan, Eronga o'xshash, Hamasga o'xshash, az bir qismlari Isroiliyaga qarshi turgan bilan, ya'ni ko'p qism musulmon davlatlari, Arab dunyosini ko'rdik, Indoneziya, Malayziya, Afrikadan tortib Isroiliyani qo'llayotgani aniq bu yerda vatandoshlarimiz. Shuning uchun kelgusida mening da'vatqinim O'rta Sharq rayonining o'zida İsrailiya ayni vaqtdagi Angliya imperiyasiningki model shaklini oladi deb o'ylayman. Ayni vaqtda masalan tarixini ko'rib kelsanglar, masalan Angliya imperiyasiningki 10 million askar bo'lgan bo'lsa, masalan 10 million askar bo'lgan bo'lsa, buning 1 millioni Angliz yo falan pukunlar bo'lgan bo'lsa, 9 millioni hamma o'tirib musulmon deb hisoblaydi vatandoshlarimiz. Shunga baribir İsrailiya o O'rta Sharq rayonidagi o'ziga qarshi chiqqan Pokiston bilan o Yajuj Majdan baribir besiqtirib o'tdi vatandoshlarimiz. Baribir besiqtirib o'tdi. Shuning bu yerda kelgusida O'rta Sharq rayonidagi musulmon davlatlar mana shu Ibrohim kelishimiga kelish orqali O'rta Sharq rayonida Isroiliya O'rta Sharqdagi musulmonlar birlashgan va bir kuchli bir Isroiliya o'tirib chiqadi degan nuqtada men vatandoshlarimiz. Endi bu shunday urushlar bo'lgan vaqtning o'zida bunu A maydonda turib, M maydonda turib g'ijilmasak ham bo'lardi vatandoshlarimiz. Pokiston zaten kimning kuchi ekanligini 10 yoshlik bolam bildigan bo'lib ketdi deb o'ylaymiz endi. Eronning zaten kimning kuchi ekanligini, Xitoyning kuchi ekanligini zaten dunyomiz bilib ketdi deb o'ylaymiz. Shunday bo'lgankan, ya'ni buni ani o'yinib, mani o'yinib o'tirib, bu Eron bilan Pokistonning yo'lini tanlaymiz deb qo'ysak, to'g'ri bo'lmaydi deb o'ylayman. Buni men turinglar, uning maydonida turinglar desam, menga nisbatan bir mozliq bo'ladi deb o'ylayman. Chunki millatimiz buni biladi deb o'ylayman. Xitoyning bir yetarlik ishda ekanligini biladi. Shuning uchun Hindiston, Pokiston ve İran, Pokiston tarafida turmanglar deyishimning o'zimi bir dunyoda bir mozliq bir gap bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun bu nuqtani bilib qolsanglar bo'ldi vatandoshlarimiz. Qanday qilib bo'lmasin dunyo, Amerika, Isroiliya, G'arb dunyosi Pokistondek bir davlatning yodinglarda bo'lsin. Pokiston mening tilim bo'yicha Pokiston degan bir davlatning o boshqalarga tahdid soldigan, hozir turibla Hindistonga o'tirib tahdid soldigan, turibla Amerikaga yetib boradigan bombalarni yasaymiz deb turib tahdid soldigan, Isroiliyani yo'q qilamiz deb tahdid qilgan ondaq bombalarni hamimizning ko'tini kayni ketib qo'yadi kelgusida ko'rsizlar. Shuning uchun men bugun suhbatim mushahid bo'lsa, vatandoshlarimiz, men oxirlashtiray, beshidagi narsalar qorong'u o'shiq cho'kib qoldi. Tanishib bilaman, uyning matripiga yugurib kelsam, bu yerda biroz yaxshi chiqib qoldi. Bu yerda yaxshi chiqmadi, o'xshash bir kompyuter. To'g'ri tushunasizlar. Kanalimga a'zo bo'lishni unutib qolmaysizlar. Taqib qo'yasizlar vatandoshlarimiz. Yodinglarda bo'lsin, kelgusida Isroiliya Pokiston urushi bor. Buni Xitoyning davomliq Pokistonni qo'llashi bilan Pokistondagi qurollarning Eronga yo'tkilishi sababidan bu ishning %100 bo'ludi degan nuqtada men vatandoshlarimiz.
Qag'inni vatandaşlarımız yana dunyo vaziyatiga asosan sizlarga yetkazsam reallik amaliyotni kelgusi ahvolga qatar berayli vatandaşlarımız. Bunda artıq bu ikkisindagi o'tirdagi masalalarni kelgusida bo'ladigan masalalarni bo'ladigan buni urush ishlarini men bunda artıq yeyishib tushuntirishga mening aqli iqtidorim ham saviyam ojizlik qildi. Ammo mushkamgacha degan gaplarimizning ko'pinchilari 190% hammasi to'g'ri chiqib keldi. Menimcha bu urushmi bulut deb turib o'ylayman vatandaşlarimiz. Qag'inni amaliy reallik bo'yicha ko'raylik. Foydalanib qolishinglarni umid qilaman. Xo'sh, Xudoga omonat vatandaşlar.